هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها Sure Muhammed tefsiri 29. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Muhammed 29. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Dillerde kesel bağla, yani münafıklar Allah özlerinin İslam'a bolgan düşmanligini aşkarlamaydı dep oylamdı. Eğer biz xalısak, ulanı çokum sana bildirettik. Çokum ulanın simasıdın tonuyttun. Sen elbette sözünün üslubidin ulanı tonuysen. Allah silenin emellerinlerini bilip durdu. Biz sileni elbette cihatga emir qilish ve muşakkatlik işlağı teklif qilish bilen sınaymiz. Ta ki silenin işçinladın Allah'ın yolunda cihat qılgıçılarını ve cihatның muşakkatlarga çıdaşlık bergüçülerini bilgenge, sırlarınladın vakıf boğan kadar. Münafıklarning sırrını iç doğrusida. Dillerinde kesel bağla, yani münafıklar Allah özlerinin İslam'a boğan düşmanligini aşkarlamaydı dep oylamdı. Yani münafıklar özlerinin işleri müminlerge aşkarlanmaydı dep oylamdı. Hergiz undaq emas. Allah Teala ulanın işini içip taşlaydı. Hatta akıl egillerimi ulanın işlerinden ulanı asanla düşünüp aladı. Bu vakti Allah Teala Sure Tevbe'ni nazil kılıp onun da ulanın rezilliklerini, ula kullanıdığan usullarını, ulanın münafıklıkını gösterdiğin iş hareketlerini roşan bayan kıygan. Şunun için Sure Tevbe içip taşlıqıcı depme atılıdı. Münafıklar bolsa İslam'a, Müslümanlığa ve İslam'a yardım kıyıcılığa karta dillerde haset ve üçmenlik saklaydı. Eğer biz xalısak, ulanı çokum sana bildirettik. Çokum ulanın simasıdın tonuyttun. Allah Teala mındaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer biz xalısak, ulanı çokum sana bildirettik. Şunun bilen sen ulanı aşkarı tonuyttun. Lekin Allah Teala mahlukatlarının ayıplarını yepiş, bendilerinin işlerini fakat taşqi görünüşke qarab bir taraf qilishi, yoşurun sırlarını onu bilgici Allah Teala'ya tapşırış için münafıklarının hemmesini sana tonutmadı. Sen elbette sözünün uslubidin ulanı tonuysan. Yani ulanın özlerinin maksatlarını bildirdiğin sözlerdeki aşkar bulduğun neslerden sözlügücünün qaysı kişilerge, yani müminlerge yoki münafıklarga tava ekanligini, onun sözünün ma'nilariga ve mazmuniga qarabla bilib olg'il bo'ladi. Bu yerde deyilgan sözünün uslubi degan sözden bu ma'na ko'z tutilgandir. Bu haqda müminlarning xalifasi Osman ibn Affan radiyallahu anhu mundaq degan. Birer odam bir narsani yo'shirsa, Allah Teala onu onun yüzündeki alametler ve tilideki hatalıklar orqali oshkor qiladi. La ilahe illalloh Muhammed Rasul. Biz sizlarni elbette cihatga emir qilish ve mushaqqatlik ishlarga teklif qilish bilan, yani Allah Teala'nın buyrug'ini icra qilishga ve to'sqan ishlardan yenishga buyurish bilan sinaymiz. Ta ki sizlarning ishinglardan Allah'ın yolunda cihat qilguvchilarni ve cihatның mushaqqatlariga, yani Allah'ın buyurgan işlerini orunlaş, tosqan işlardan yeniş yollarda
chidaşlıq bəgüçilərini bilgenge, sırlarınlardan vaqt bolğanğa kadar Allah Taala'nın ilmi əzilide o kelgisi de vücut kelido deb fütülgen nərsinin vücut kelişide hiç şek şübhi yoktur. Bu ayetin köz tutulğını ta ki bendilerimiz tərəfindən vücut keladigan bu işinin reallıqda yüz berişini bilginimizge kadar ulanı sınaymayız degenlikdir. Şunun üçün İbn Abbas radıyallahu anhuma onunla oxşıgan ayetini faqat bendilerimiz tərəfindən vücut keladigan reallıqqa aylanğanlığını görgenimizge kadar ulanı sınaymayız deb tafsir qilgan. Şübhisiz ki kafir bolğanlar kişilerini Allah'ın yoludan tosqanlar, doğru yol yani Resulullah'ın haq ekanligi aniq bolğandan keyin payg'ambar bilan düşmanlashganlar Allah'a qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning sadaqa berganga o'xshash amallarni bekor qiladi. Shuning bilan oxiratda uning savobiga erisholmaydi. Ey mu'minlar, Allah'a itaat qilinglar, payg'ambarga itaat qilinglar. Amalinglarni kufr, nifaq va riyo bilan bekor qilib etmanglar. Shubhisizki kafir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, ondan kafir peti o'lganlarni Allah hargiz mag'firat qilmaydi. Kafirlar bilan jang qilgan chig'inglarda bo'shab qolmanglar. Kafirlarni sulke chaqirmanglar. Halbuki sizlar g'olibdirsizlar. Allah sizlar bilan birgidir. Allah hergiz amalinglarning savobini kemaytib etmaydi. Kafirlarning amalining bekor bo'ladiganligi to'g'risida Allah Teala bu ayette Allah Teala'ga kafir bo'lgan kishilarni Allah Teala'ning yo'lidan to'sqan, payg'ambarlarga qarshilik qilgan va uning bilan dushmanlashgan, uningga to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin iymondan yenib olgan kishining Allah Teala'ga qilchilikmi ziyon yetkazolmaydiganligini, aksicha u faqat o'ziga ziyon yetkazadiganligini, qiyomat kuni o'zini ziyon tortqizadiganligini, kelgusida Allah Teala uning yaxshi amalini bekor qiladiganligini, u murtadlik qilganligi uchun uning ilgari qilgan yaxshi amaliga qilchilikmi savob bermaydiganligini, xuddi yaxshiliklar yomonliklarni yo'q chiqarganiga o'xshash uning yaxshi amalini bekor qiladiganligini va tamoman o'chirib tashlaydiganligini xabar qildi. İmam Ahmad ibn Nasr Marvazi namoz to'g'risidagi babda Abu Aliyaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari agar bir odam bir Allohdan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir degan tavhid so'zini aytsa, hech gunoh ziyon yetkazolmaydi. Ammo Allah Taologa shirk keltirsa, hech amal foyda yetkazolmaydi deb qaraydi. Shuning bilan Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Amallaringlarni kufr, nifaq va riyo bilan bekor qilib o'tmanglar degan oyat nozil bo'ldi. Ondan ular gunohning yaxshi amalni bekor qilib o'tishidan qo'rqdi. İbn Umar radıyallahu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Biz payg'ambar alayhissalomning sahobalar guruhi Allah Taolaning dargohida yaxshiliklardan qabul qilindi deb qaraydik. Hatta bu haqda Allah'a itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar, amallaringlarni kufr, nifaq va riyo bilan bekor qilib o'tmanglar degan oyat nozil bo'ldi. Shuning bilan biz amallarimizni bekor qilib o'tadigan bu narsa nimidir deyishdik. Ondan biz u narsani do'zaxga kirishga tegishli qilib qo'ydigan cho'ng gunohlar va qabih ishlardan iborat o'xshaydi deb qarashdik. Hatta Allah Teala'nın Allah o'ziga biror narsaning shirk keltirilishini, ya'ni mushriklarning gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. degan oyat nozil bo'lgan qadar
biz bu qarashda edik. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin biz u to'g'riliq so'zlashishdan to'xtadik. Cho'ng gunohlarni va qabih ishlarni qilganlarning holi nima bo'lar deb qo'rqdik. Uni qilmaganlarga Alloh taoladan marhamat tiladik. Alloh taolo mu'min bandalarini o'zlarining dunyo va oxiratlik baxt saodati uchun Alloh taologa itoat qilishga va payg'ambarga itoat qilishga buyurib, ularni amallarni bekor qiluvchi murtadlikdan, ya'ni iymondan yeni bilishdan to'sib mundoq deydi. Amalinglarni kufr, nifoq va riyo bilan bekor qilib o'tmanglar. Shubhisizki, kafir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, ondan kafir peti o'lganlarni Alloh hargiz mag'firat qilmaydi. Bu haqda pok va yuksak Alloh mundoq deydi. Alloh o'ziga biror narsaning shirik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqasini Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Alloh taolo mu'min bandalarga mundoq deydi. Kafirlar bilan jang qilgan chig'inglarda dushmanlarga qarshi bo'shab qolmanglar. Kafirlarni sulhiga chaqirmanglar. Ya'ni agar ularni sulhiga chaqirsanglar, ya'ni kuchlik, soninglar ko'p, qurolinglar sarxil, ya'ni sizlar ustunlikni egallagan holatda sizlar bilan u kafirlar o'rtasidagi urushni to'xtatishga, sulhi va kelishim qilishga chaqirsanglar, chaqiringlar. Shunga Alloh taolo mundoq deydi. Kafirlar bilan jang qilgan chig'inglarda bo'shab qolmanglar. Kafirlarni sulhiga chaqirmanglar. Halbuki sizlar g'olib tursizlar. Agar ularni sulhiga chaqirsanglar, dushmanlaringlarning ustidan ustunlik qozongan holatda sulhiga chaqiringlar. Ammo kafirlar bilan musulmonlarga nisbatan kuch va son jihatda ustunlikni egallasa, ammo kafirlar barliq musulmonlarga nisbatan kuch va son jihatda ustunlikni egallasa, xalifa sulhi va kelishimda musulmonlarning manfaatini bayqiy olsa, u holda uning kafirlar bilan kelishim tuzishiga bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom mu shunday qilgan edi. Uni Quraysh kafirlari Makkaga kirishdan to'sqan. Uni sulhga, o'zaro urush qilishni 10 yil to'xtatishga chaqirgan chaqda Payg'ambar alayhisalom ularning u taklifini qabul qilgan. Alloh sizlar bilan birgidir. Bu oyatda musulmonlarning dushmanlar ustidan g'alaba qozonganligiga nihoyat cho'ng bishorat bordir. Alloh hargiz amalinglarning savobini kamaytirib o'tmaydi. Ya'ni uni bekor qilib o'tmaydi, yo'q chiqarib o'tmaydi va sizlardan tortib olmaydi. Balki Alloh taolo uningdan hech narsani kamaytirib o'tmasdan uning savobini sizlarga to'liq berdi. Dünya tirikchilik faqat o'yin va tomoshadan iboratdir. Agar sizlar iymon etsanglar va taqvodorlik qilsanglar, Alloh sizlarga ajringlarni berdi. Mal mulkinglarning hammasini berishni so'ramaydi. Faqat zakotni berishinglarni so'raydi. Agar u sizlardan mal mulkinglarni jiddiy so'rasa, bexillik qilasizlar. Bu bexillik sizlarning islomga bo'lgan adovatinglarni oshkorlaydi. Sizlar shundaq kishilarsizlarki, Allohning yo'lida pul-mol sarf qilishga chaqirilsanglar, sizlarning oranglarda bexillik qiladiganlar bor. Kimiki bexillik qiladi ekan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi. Alloh sizlarning mol-mulkinglardan behojatdir. Sizlar bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Agar sizlar Allohning toatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Dunyo ishlarining arzimas narsa ekanligini bayon qilish va sadaqa berishga ilhomlantirish to'g'risida. Alloh taolo
dünya işlerinin arzimas ve onun narsalarının qimmatsiz ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Dünya tirikçiligi faqat oyun ve tamashadan ibarettir. Yani faqat Allah Taala'nın razılıq üçün bo'lgan narsadan boshqasiga erishish üçün tirishish oyun tamashadan ibarettir. Şuna Allah Taala mundaq deydi. Eğer sizler iman etsanlar ve takvadarlık qilsanglar, Allah sizlerge ecrinlarni beradi. Mal mülkinglarning hammasini berishni so'ramaydi. Faqat zakatni berishinglarni so'raydi. Yani Allah Taala sizlerden baydır. Sizlerden hech narsa talab qilmaydi. Faqat yo'qsul qarindoshlarning sizlar bilan baravar bo'lish uchun sadaqaning foydasining sizlarga qaytishi va uning savobining qiyomat kuni sizlarga qaytishi uchun Allah Taala sizlarga mol mulkinglarning zakatini berishni farz qildi. Agar u sizlardan mol mulkinglarni jiddiy so'rasa, bexillik qilsizlar. Bu bexillik sizlarning islomga bo'lgan adovatinglarni oshkorlaydi. Qatada bu haqda mundaq deydi. Allah Taala pul malni chiqarishning dillardaki adavet ve öçmenlikni chiqarishdan ibaret ekanligini to'liq obdan biladi. Qatadaning bu so'zi nihoyat o'rinli bo'lib, mol mulk haqiqatan shirindir. U faqat bir shaxsiyning eng so'yimlik bo'lgan narsasi uchunla sarf etildi. Sizlar shunday kishilarsizlarki, Allohning yo'lida pul mal sarf qilishga chaqirilsanglar, sizlarning oranglarda bexillik qiladiganlar bor. Ya'ni uningga ovoz qo'shmaydiganlar bor. Kimiki bexillik qiladigan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi. Ya'ni u faqat o'zining ajrini kemaytidi. Uning uvoli faqat o'ziga bo'ldi. Allah sizlarning mol mulkinglardan o'zidan boshqa butkul narsadan behojatdir. Hamma narsa hamisha Allah Taalaga muhtojdir. Shuning uchun Allah Taala mundaq deydi. Sizlar bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Behojatlik bo'lsa Allah Taala'nın ayrılmaz sübüdür. Muhtaçlık bolsa insanların ayrılmaz sübüdür. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eğer sizler Allah'ın taatidin ve Allah Taala'nın şeriatiga ergişishdan yüz öğrensanglar, Allah sizlerning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi. Balki Allohga itoat qildi. Balki Allah Taala'nın sözlerini ve emir fermanlarını anlıqçı ve itaat qilguvchilardan bo'ladi. Elhamdülillah. Şunun bilan Sure Muhammed'ning tafsiri tugidi. Cemi hamd-u sana ve medhiye Allah Taala'ga mansubdir. Kelar qitimda Sure Fatih 1. oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.